Assalomu alaykum do'stlar. Yangi Uzi apparatimiz kelgan. Xo'sh, LKF06V modeli. Ochyoshgandir. Bunda nimalar mavjud? Divanozon. Qo'shimcha batareyka, zaryadga qo'yish. Xo'p, portfelni ko'tarish uchun va bo'yin taqich. Apparatni bemalol alohida taqib bo'ladi yoki ruchkasida o'zi ko'tarib ketsa bo'ladi. Xo'sh, agar ruchkasi yo'qmadi, siz bemalol buni olib tashlasangiz ham bo'ladi. Xo'sh, buni olib tashlaymiz. Olib tashlab, bemalol taqichiga o'rab, bemalol bo'yinga taqib ishlatsak bo'ladi. Bu apparatimiz suvga chidamli apparat. Ekraniga ham hech narsa qilmaydi. Ko'rinishi. Xo'p, LKF o'zimiz firmaniki. Batareya qo'yadigan joyi bu yoqdan ochiladi. Xo'p. Shu ko'rinishda. Xo'p, ruchkamiz kerak bo'lib qolsa, bemalol yana o'rnatib ish jarayonini qilib ketaversak bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz pastda murojaat qilishingiz mumkin. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.